Assalomu alaykum. Texnik siquv o'quv markazi rus tili o'qituvchisi Hamidjanova Iroda bo'laman. Onlayn kursimizni birinchi darsligi. Привет, studiya. Bu yerda bizga yangi so'zlar yozib o'tilgan. Ya'ni birinchi so'zimiz endi. Здравствуйте. Здравствуйте bu rasmiy salomlashuv. Buni qayerda jiddiy yig'ilishlarga kirganingizda o'zingizdan katta va hurmat e'tiborga ega odamga hurmat qilib gapirish yuzasidan здравствуйteni ishlatsangiz bo'ladi. Здравствуйте bu bizdagi assalomu alaykum degan so'zga ma'nodosh bo'ladi. Привет. Привет bu bizda norasmiy salomlashuv. Buni qayerda ishlatasiz? Ya'ni o'zingiz bilan tengdosh yoki bo'lmasa har kuni ko'radigan o'zingizni o'rtoqlaringizga nisbatan ishlatsangiz ham bo'ladi. Keyingi so'zimiz. Endi bular faqat shular bilan cheklanib qolmaymiz. Здравствуйте, привет bilan bularni o'rnini to'ldiradigan, o'rnini bosadigan so'zlar bo'ladi. Ya'ni ishda, o'qishda har kuni ko'radigan insonlaringizga nisbatan qo'llasangiz bo'ladigan. Bu so'zlarimiz доброе утро, добрый день, добрый вечер. Доброе утро bu nima degani? Xayrli tong. Xayrli tongni ertalab turganingizdan shu tushlikka qadar bo'lgan vaqtda ishlatsangiz bo'ladi. Xayrli tong so'zini. Так, доброе утро ya'ni добрый день bu xayrli kun. Xayrli kunni tushlikdagi 11 dan boshlab quyosh botgunga qadar ishlatsangiz bo'ladi. Добрый день. Добрый вечер. Добрый вечерni quyosh botgandan to 12 gacha bo'lgan vaqtga qadar ishlatsangiz bo'ladi. Как ты или как вы salomlashni demak o'rgandik. Endi hol-ahvol so'rashga o'tamiz. Как ты qanaqasan? Как вы qanaqasiz? Ya'ni hol-ahvol so'rash ma'nosida aytib o'tiladigan so'zlar. Qanaqasan? Qanaqasiz? Endi bunga javoban qanday javob beramiz? Спасибо, хорошо. Rahmat, yaxshi. Нормально bo'ladi, o'rtacha. Отлично, zo'r. Лучше всех. Hammadan yaxshi. Yoki bo'lmasa, bunga отрицательный javob bersa bo'ladi. Плохо. Agar meni holatim yomon demoqchi bo'lsangiz, мне плохо deb aytasiz. Keyingi so'zlarimiz. Тоже. Тоже ham. Ya'ni men ham, sen ham degan ma'noda ishlatadigan so'zingiz. Я тоже, ты тоже, тебе тоже. Senga ham. Очень. Очень bu qanday so'z? Juda degan ma'noni anglatadi. Endi idем дальше. Как дела? Как дела bu ishlar qalay degani. Agar как дела desangiz ishlar qalay, как у тебя дела или у вас дела deydigan bo'lsangiz, sani yoki sizni ishlaringiz qanday? A u тебя, a u вас bo'ladigan bo'lsa, sendachi yoki sizdachi. Ya'ni bu savolni berib bo'lib turib javob berasiz-da. Спасибо, хорошо, нормально, отлично, лучше всех deb javob berib bo'lganingizdan so'ng, a u тебя sizdachi? Menda yaxshi, rahmat. Yaxshi, da? Спасибо, хорошо у меня. A u тебя sendachi? A u вас sizdachi? Sizda ishlar qanday degan ma'noda. Идем дальше. Endi bu so'z bilan cheklanib qolmaslik uchun пока. Пока bu xayrlashuv. Xayr. Как вас зовут? Ya'ni sizdan ismingizni so'rashganda как вас зовут? Sizning ismingiz nima? Меня зовут deb bunga javob berasiz. Mening ismim. Bizni mavzuyimizni grammatik tomoni. Bu yerda tablitsa ko'rsatilgan. Ikki xil kelishikda olmoshlarni tuslab qo'yilgani. Demak, o'zbek tilida 6 ta kelishik bo'lgani kabi, rus tilida 6 ta падеж bor. Именительный падеж bu bosh kelishikka o'xshash bo'ladi. Ya'ni savollari bir xil. Bosh kelishikda kim nima degan savolga javob beradigan bo'lsa, именительный падежda кто что. Aynan shu narsani ruschaga o'girilgani. Именительный падежda tuslab qo'yilgan narsa olmoshlar bilan keling tanishib chiqamiz. Я, men, ты, sen, он, u faqat o'g'il bolaga nisbatan ishlatiladi. Ana,
u ham u faqat qiz bolaga nisbatan ishlatiladi. Ano, u ham u faqat jonsiz predmetlarga nisbatan ishlatiladi. Мы, biz, вы, siz, они, ular. Endi bu tomonda винительный падежga tushilab qo'yilgani. Bu yerda ya deganimiz menga to'g'ri keladigan bo'lsa, меня desak, meni. Bunga misol keltirib o'tishimiz mumkin. Меня зовут Iroda. Mening ismim Iroda. Ты, тебя, sen, seni. Он, u degan bo'lsak, o'g'il bolaga nisbatan, uni demoqchi bo'lsak, его bo'ladi. Ana, u qiz bolaga nisbatan, ее, uni bo'ladi. Qiz bolaga nisbatan ishlatiladi faqat. Anoga ham xuddi on kabi его deb ishlatiladi. Мы, nas, bizni. Вас, sizni. Ich, ularni. Demak, bularni o'rganib oldik. Pastida yana berilgan. Ya'ni so'zlarni qanday перефразировать qilish mumkin ekanligini. Я Антон. Меня зовут Антон. Men Antonman. Mening ismim Anton. Bu yerda perifraza ishlatilyapti. Ya'ni so'zni boshqacha shaklda chiqarib berilgan. Ты Наташа. Тебя зовут Наташа. Sen Natashamsan. Тебя зовут Наташа. Sening isming Natasha. Он студент. U student. Его зовут Миша. Uning ismi Misha. Она студентка. U qiz bola student. Talaba qiz. Ее зовут Нина. Uning ismi Nina. Мы Антон и Наташа. Biz Anton va Natashamiz. Нас зовут Антон и Нина. Bizni ismimiz Anton va Nina. Вы Иван. Siz Ivanmisiz? Вас зовут Иван и Катя. Sizning ismingiz Ivan va Katya. Они Иван и Наташа. Ular Ivan va Natasha. Их зовут Nina и Misha. Ularning ismi Nina va Misha. Mana sizlar bilan yangi so'zlar bilan ham tanishib oldik. Endi dialoglarni birma-bir ko'rib chiqamiz. Привет, студент. Новые слова. Привет. Доброе утро. Добрый день. Добрый вечер. Тоже. Очень. Как дела? Как у тебя дела? Как у вас дела? А у тебя? А у вас? Отлично. Хорошо. Плохо. Нормально. Пока. Студент. Студентка. Спасибо. Как вас зовут? Меня зовут я. Ты. Он, она, оно. Мы. Вы. Они. Диалоги. Диалог 1. Привет, Антон. Привет, Наташа. Как дела? Спасибо. Хорошо. А у тебя? Тоже хорошо. Пока. Пока. Диалог 2. Привет, Катя. Доброе утро, Саша. Как дела? Нормально. А у тебя? Тоже нормально. Пока. Пока.
Диалог 3. Добрый день. Я Иван. А вы? Добрый день. Я Лариса. Как дела? Хорошо. А у вас? Тоже хорошо. Диалог 4. Добрый вечер. Меня зовут Николай. А как вас зовут? А меня зовут Лена. Как у вас дела? Отлично. Вы студент? Да, я студент. Диалог 5. Добрый день, Таня. Добрый день, Виктор. Как дела? Спасибо. Отлично. А у тебя? Тоже хорошо. Пока. Пока. Диалог 6. Меня зовут Лариса. Я студентка. А как вас зовут? Меня зовут Антон. Я тоже студент. Как у вас дела, Антон? Спасибо. Отлично. А у вас? Тоже хорошо. Пока. Пока. Диалог 7. Доброе утро, Маша. Доброе утро, Дима. Маша, как у тебя дела? Спасибо. Нормально. А у тебя? Тоже нормально. Диалог 8. Добрый день, Антон. Добрый день, Юля. Как у вас дела, Антон? Спасибо. Отлично. А у вас? Очень хорошо. Спасибо. O'tgan mavzuyimizni takrorlash sifatida berilgan mashqlarni bajaramiz. Demak, упражнение первое. Birinchi mashq. Bu yerda dialoglarni tushirib qoldirilgan nuqtalar o'rniga so'z qo'yish kerak. Demak, nuqta qo'yib, утро deb yozilgan. Bu yerga qo'yish kerak so'z доброе утро, masalan. Dень yozilgan, uni oldidan yana bir so'z qo'yish kerak. Dialoglardan foydalangan holda. Значит, доброе утро, добрый день. Keyingisi, упражнение номер 2. Bu yoqda nima qilish kerak? Ты Мария, тебя зовут Мария. Ya'ni boya grammatik mavzuyimizda aytib o'tirgandek, sen seni, u uni. Ya'ni ularni qo'yib tuslab chiqishimiz kerak, almashlarni. Упражнение номер 3. Bu yoqda ham dialoglarni tugatish kerak. Доброе утро, Таня. Привет, Виктор. Berilgan mashqlarni bajarib, darsda qatnashgan so'zlardan foydalanib, krossvordlarni bajaring. Biz bilan rus tilini o'rganishda davom eting.